Urganch tumanida 250 kvadrat tipi yerda hovli joy chiqdi. Elde 12,5 metr. Eldinde şimdi atızlar ham bor. Bu atız shanadan davom etadi, yo'ladan davom etadi ekan. Eldina travitr bo'lgan polli fasadi tayyor. Mida skvajina qoqilgan ekan. Shotchiklari manasasiz dokumenti taq 100%. Atız giyin. Atızdan manasa ekilib turibdi. Remont bo'lganini hali 6 oy bo'lgan. Dokumenti ham manasasiz tayyor. Joyni o'zim dokumenti olinganini 2 yil bo'lgan ekan. Bu yerimiz dalon. Dalonni rasmini aytmang. Dalanın razmeri 8'e 5. Balandligi 320. 320. Hava. Pol qilingan, teyinde podvalan bor. Adam boyu keladigan podvala bor, dalanning yarmida bor ekan. Ana banka, sanka, meyda, chuyda qo'ymaka dimongayli. Neda tushiramiz yer? Ana shuda lyuki bor. Shuda lyuk bor, barrakında o'rta lyuk bor. Lyukdan shular teylari quyilib, o'zi spetsialniy shu ekspluatatsiya uchun zotilgan-da. Ko'chadan girish eshikni o'ng qo'limizda prixojimiz bor. Elektroshitlarimiz shu yerda ikkinchi liniya ham bor ekan. Ikki liniya, birsi shahar, birsi rayon. Bu yerda umonligimiz bor, oynasi nimalar joylashgan ekan. Bu yerdan kiradigan bo'lsak, zalga kiramiz ekan. Zalni uzunligi 6 ga 4 ekan. Rozetka bu yerda rozetka joylashgan, TV zonalari bor, domashi antennalar tushgan ekan. Toza gilamlar döşalgan, hali hech kim yashamagan ekan bu xonadonimizda. Ikki oynasi, zalning ikki oynasi ko'chaga qaragan. Shularimiz ham rozetkalar bor ekan. Görtüralarzda aboylari svetli aboy. Bular emas aboy, atachinta emas. Aboydan aboy urilgan ekan. Patologlardan aboy urilgan. Keyingi ishimiz kuxni. Sanuzel ham shu yerda joylashgan ekan. Sanuzelimiz berimiz to'pli pol bo'lgan. Unitazlari bor, umumiy keyin dushovoy qilib qoldirilgan. Ariston joylashgan, oynasi bog'a qaragan. Kafeldan chiqqan, patologlari plastik qilingan. Berimiz kuxni. Virtual fartuqlari qilingan, tushirildi, dimoxod uchun rozetka joylashtirib qoldirilgan, bir ham rozetkasi bor ekan. Issiq sovuq gap turibdi, kanalizatsiyada qilgan, gaz ham kelib turibdi. Bir ham oynasi bog'a qaragan. Shu yerimizda kir mashina uchun joy qazilgan, bir de xolodilnik ko'rsatib bo'ladi, rozetkasi bor. Ham yerimizda gilam döşalgan, aboylardan chiqqan polni. Bog'dan bir ko'rsatib o'tingizlar, bog'imiz ham katta. Bog'imiz ina polni devarak deyishi beton qilingan. Bog'ni letni yozgi hojatxonasi bor. Bu ham bog' ham dik mevalar ekilgan ekan. Bog'ni uzunligi 12,5 ga 10 metr. Joyni o'zi ham 12,5 ga 9 metrga qurilgan ekan joyni o'zi. O'zi общий площадь yer maydoni 250 kvadrat. Plani ikkinchi etajda aytaman. Ikkinchi etajga ko'tarilish zinamiz ham taxtadan qilingan. Aboylar qilingan, ikki xil aboy qilingan ekan. Ko'rib turibsizki, iri gul, ham mayda gul. Bu yerimiz ikkinchi etajga chiqqan shu yerimizda kichkina bir hovlimiz bor ekan. Ikkita oynasi ko'chaga qaragan. Ko'chadan qarasangiz, birinchi etajda 3 oyna adashmasam, bir eshik. Ikkinchi etajda 4 oyna qaragan ko'chaga. Shu yerimizda registr tashlagan ekan, uzoq bo'yina, oynani tegina. Birdan rozetka shu yerda bor ekan. Aboy ikki xil aboy qilingan, patologlari oq-oq qilib qilingan. Do'rimizda Детский komnata. Hamma yerning aboyi rangli oq aboydan qilingan. Bu ham gilamda tashlangan. Bu yerdan oynasi bog'a qaragan. Endi to'g'ri giradigan bo'lsak, do'rimiz zal. Ikkinchi etajdagi zalning ustiga zal tushgan. Ya'ni 6 metr 4 metr. Bu ham TV zonalari qo'yilgan ekan. Domashi antennaga turibdi. Rozetka pastdan ham bor. Uzoq bo'yina ataplinani radiator tushgan. Ikki dona oynasi ko'chaga qaragan. Lustra qo'yilgan, aboylar ham rangli aboydan chiqqan. Eshiklar ham laminat eshiklardan qo'yilgan. Shu yerimizda dushovoy uchun joy tashlab ketilgan ekan, ya'ni kabin dushovoy uchun joy tashlab ketilgan ekan. Issiq sovuq suv shu yerda kelib turibdi. Endi berimiz kattalarning spaniyasi. Ben spaniyaning razmeri 6 metr 3 metr ekan. Bu ham gilamda tashlangan, aboydan chiqqan. Bu ham oynasi bog'a qaragan. Uzoq bo'yina registr tashlangan. Patologlar ham aboy qilingan ekan. Plani sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, puli 65. 250 kvadrat uchun zo'r baho. Bir de suvdan, svetdan, gazdan hech qanday muammo yo'q deb turibdi. Qo'mishlar ham yaxshi ekan, muomalalar ham yaxshi. Mahallalarda qatnashchilar ham yaxshi deb turibdilar. Planda ozgina kelishadigan yeri bor. Telefonlashib oladigan bo'lsangiz, ustida kelib gaplashib, ozgina kelishadigan yeri bor ekan. Qanday savollaringiz bo'lsa, inchi savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar. Agar o'zingizni
sotiladigan joyingiz, mulkingiz bo'lsa, bemalol bizga chiqishingiz mumkin. Reklama qilib beramiz. Hammaga katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, like qilib bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.